Hozir biz aktinskoy o'quvchilari bilan Shevani trendini qilamiz. Video davomida tushunib olasizlar. Go. Chumoli. Siz chumoli qanaqa bo'ladi? Muchcha. Muchcha? Bizda qarinja. 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 Viloyatida chumoli. Bizda mo'rcha bo'ladi. Videoni uzib qo'ymang, davom ettiring. Kandos. Musor oladigan. Shipirga. Kurak. Bizda belcha. 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 Kandos bizda sapok nima? Ruschasiga aytamiz bizda. Savol. Savol. Tilimizda kurak yoki dehqondoz deydi. O'zini shevasi bitta o'zini tanishtirsin-da. Misol uchun. Mana men aytaman. Assalom. Meni otim Rahmatjon deyiladi Buxoroda. Mana. Men Kenja Diyorbek, Farg'onalikman, o'qiyman aktinskoyda. Men ismim Mirashoh, o'qiyman Qashqadaryo. Assalom. Men Xorazmliman. Meni otim Dilnavo. Bo'lajak aktyor. Andijonlikman. Toshkentda tug'ilib o'sgan. Davay, Qashqadaryoda Xorazm deb gaplashib ko'raylik. Suhbat qilsin. Boshqa. Qandaysan? Ya, men yaxshiman, o'zingiz chiqsiz. Ahvolingiz yaxshimi? Oilasiz ma'qul? Ota-onangiz, akalaringiz yaxshimi? Ha, yaxshimi. Boshqalar seni tushundilar, lekin bizda u ota-ona degan. Opa-uka? Opa, aka. Opada bizda onani aytiladi. Akada, otaga aytiladi. Yoshi nechida? Yoshi nechida? Men 18daman, o'zingizdan. Savol. Qayerdan kelasiz? O'zlaringiz kech qolib. Men institutdan kelyapman. Unda qichqirib so'raysiz, men nima o'rgandim? Hanga. Arkangizdan kuchuk qo'lasiz, nima qilasiz? Qochasizdan boshqa shakasiz. Ishlasa nima qilasiz? Siz boshqa bo'ladi. Nima bo'ladi? Xorazm shevasi. Все, yetarli. Part 2ni keyin chiqaramiz.